Agar nimadir sotib olmoqchi bo'lib dollar yig'ib qo'ygan bo'lsangiz, uni tezda dollar qulamasdan so'mga aylantirib qo'ying. 1-apreldan yangi tartib kuchga kirdi. Endi 25 milliondan ortiq hamma oldi-sotdilar faqat banklardagi escrow hisob raqami orqali amalga oshiriladi. Bundan xabaringiz bor, buni aniq eshitgansiz. Bu nima degani? Bu degani dollarning qadri biroz pasayib, o'zbek so'mining qadri biroz barqarorlashadi degani. Bu tizim qanaqa ishlaydi? Biz oldin o'rganganmiz, to'g'rimi? Uy yoki mashina olish uchun faqat dollarda savdo qilib, dollarda yig'ib. Endi bunaqa bo'lmaydi. Biz so'mdami, dollardami yiqqanimizning farqi yo'q. Bankka hisob raqamiga olib borib qo'yamiz. Sotuvchi o'sha hisob raqamdan biz qo'ygan pulni oladi. Xohlasa so'mda, xohlasa dollarda. Dollarda qanaqa bo'ladi? O'sha bankni valyuta kursida hisoblab o'zi dollar sotib oladi. Bu sotuvchiga to'g'ri minus. Endi nima bo'ladi? Kurs qulashda davom etadimi desangiz, mutaxassislarimiz quyidagicha javob berishdi. Mutaxassislarimiz aytishicha, bozorimiz hozir yangi tizimga o'rganish jarayonida. Uzoq muddatli istiqbolli kurs baribir eksport va import balansiga va inflyatsiya darajasiga bog'liq bo'lib qolaverar ekan. Siz qanday fikrdasiz? Iltimos izohlarda fikringizni yozib keting. Rahmat.